Shu xurmo daraxtini payg'ambarimiz musulmonga o'xshatgan. Qaysi jihatidan musulmonga o'xshaydi? Endi kelib to'xtalamiz, qarang. Yaxshi eshiting. Nimasi musulmonga o'xshaydi? Yaprog'i to'kilmaydi degan ma'noda katta hikmat bor. Barcha daraxtlar kuz, qish mavsumi kelganda yaprog'i qurg'aydi, atrofiga to'kilib, atrofi ivirsib axlat bo'ladi bir ma'noda. To'g'rimi? Musulmon inson esa musulmonligini nima bilan ko'rsatadi? Pokligi bilan. Musulmon inson pokligi bilan musulmonligini ko'rsatadi. Musulmon inson kabi bu ham atrofiga yaproq to'kib nima qilmas ekan, axlat qilmay o'zini pok ushlashligi musulmonga o'xshaydi. Ikkinchi o'xshashlik jihatini olimlarimiz aytadiki, bu xurmo daraxtining ikkinchi o'xshashlik jihati yoz qish bo'lsa ham nima bo'lmaydi, o'zgarmaydi. Bir futur yetmasa, yoz qishda ham yam-yashil bo'lib bir xil turadi deydi. Sababi nima desa, musulmonga o'xshaydi-da bu deydi. Qaysi taraflama desa, musulmonni ham hayotida yozi bahori bo'ladi, qishi kuzi bo'ladi. Yozi bahorimiz Alloh bizlarga dunyolikni berib, bizlarga rohatni berib, tinchlik, totuvlik hayotni berib, boy qilib qo'ygan paytida banda o'zgarmaydi. Boyligidan sadaqat, zakot chiqarib, qulligini eslab turadi. Boyib ketsa haddidan oshmaydi, o'zgarmaydi. Mo'minligini eslab turadi. Qishimiz, kuzimiz bor. Alloh bizni boshimizga musibat bersa, biror bir mol mulkimizga talofat yetib, yaqinlarimizni jonini olib, qo'rquv berib talofat yetsa ham banda darron nolib norizo bo'lmaydi. Alloh peshonamga yozgan taqdir, mana shunda xayr bor, yaxshilik bor deb xursand bo'ladi, o'zgarmaydi deydi. Musulmon insonga o'xshaydi shu taraflama o'zgarmasligidan deydi. Keyin bu xurmo daraxtining yana bitta mo'jizasi, xurmo daraxtining erkagi bo'ladi, urg'ochisi bo'ladi. Erkagi meva bermaydi, urg'ochisigina meva beradi. Erkak xurmo daraxti changini urg'ochi xurmo daraxtlarga shamol orqali yetkazib turadi. Urg'och xurmo daraxti esa meva beradi. Yana nimasi o'xshaydi musulmonga desa, bu ekilingan nahol qachon meva beradi degan savol bor. Musulmon insonning balog'at yoshi bor. Ibodatga boshini sajda qo'yadigan yosh. Meva beradigan yosh. Meva qachon berilar ekan? Farzandda Xudosini tanib boshini sajdaga qo'yganda, ya'ni balog'at yoshidan boshlanadi. Buni ham mevasi musulmon insonning balog'at yoshi bilan bir xil. 12 yoshiga to'lganda daraxt mevaga kirar ekan. Musulmon insonga o'xshab. Qancha yil umr suradi deyilsa, payg'ambarimiz nima deganlar hadisda? A'maru ummati ma bayna 60 va 70. Ummatimning umri, ya'ni aksari 60 bilan 70 yil bordi desa 100 yil yashaydi deydi ummatini. Buni ham umri musulmon inson kabi 60-70 yil bordi desa 100 yil yashaydi ekan. Keyin qurg'aydi. Eng ko'p quvvatga to'lib meva beradigan yoshi necha yosh desa, musulmon insonga qaraymiz. Zihnan, aqlan to'lgan yosh 40 yosh. Bu ham 40 yoshiga to'lgan paytida serhosil payti shu payt bo'lar ekan. Bir xurmo daraxti naviga qarab 300 kilogacha xurmo berar ekan. Bir mavsumda bir marta meva beradi.